O'zbekiston degan xarita ham bor edi. Xuddi shu qozoqlar bilan bog'liq xaritalarda o'sha aynan bir vaqtda yevropaliklar Osiyoga qiziqib bu yerni o'rgana boshlagandan keyin xaritalar chiza boshlaydi. Bu xaritalarni ular qizig'i bir fransuz, bir golland, bir nemis chizayotgan paytda o'zini joyida o'tirib chizmayapti. Ular kelib ruslardan eshityapti buni. Ularga ma'lumot bergan, ularga xarita chizishda yordam bergan birinchi birlamchi ma'lumot ruslardan boryapti. Qarang, mana shu joyni kattalashtiring. Mana shu joyni bitta kattalashtiring. Shundan boshlaylik, ya'ni o'sha o'zbek kursini ruscha ham olib boramiz keyingi safar. Qarang, 1735-yillarda chizilgan xaritalar bor. Hurmatli muxlislar, 1735-yildagi xaritada katta qilib o'zbek deb yozib qo'yibdi. Katta qilib yozib qo'yibdi mana. Qarang, mana bu yerda ham ko'ryapsizmi? Mana o'sha boyagi Kaspiy dengizining Qorabog'oz ko'l tomonidan boshlanyapti. Mana Orol tomonidan O'zbek deb qayerda tugayapti? Sharqiy Turkistonda tugayapti. Ya'niki bu o'sha siyosiy ma'no beryapti. Siyosiy etnon. Ya'ni bu agar Abulxayrxon ulusini bilasiz, Sirdaryoning mana Turkiston, mana bugungi Yassi, O'tiror atroflari, mana bu Orol bo'yi, keyin Sig'noq, Savron degan joylar bor edi. Bugungi Qarnoq degan nimalar bor. Janubiy Qozog'iston. Shu joylarda o'zbek ulusi bor edi, bilasiz. Abulxayrxon bu 1428. Не плыть или утонуть, задевая пальцами небеса. Благо есть душа, чтобы не свернуть, ветер, что раздувает. Ben o'zimni tashlasam mayli. Faqat oilamni taqdirini o'ylab yashasam uyalmaydi. Lekin orqamda kim turibdi?